Uyingizni oldiga shundoqqina sizni chasni maktab, chasni o'zini bog'chasiga ega joyda masalan, ya'ni Fatxobod chorrahani ko'pchilik yaxshi biladi. Bu yerni o'zi maktab, bog'cha, bank, masjid hammasi yaqin joydan, masalan, bitta bir xonalik to'liq remontlardan chiqqan zo'r kvartira qilib qo'yganman. Videoni og'achi ko'rsalar agar batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Kvartiramizga kirib kelganingizdan keyin meni e'tiborimga tortgan narsa bu, ya'ni pol qismi. Pol qismi qaysi laminat emas, shpintovin, ya'ni taxtadan ishlov berilishgan. Xo'sh, bu yerga keladigan bo'lsak, bu kvartiramiz zal qismi, kattagina o'zini zal qismiga ega, yaxshi moyish aboylar ham qilib o'tilgan. Endi, xo'sh, bu yerga keladigan bo'lsak, kvartiramiz bu ham prixoshka qismida ham yaxshi moyish aboylar qilingan. Sanuzolni razelni qilib qo'yishmagan ekan, razelni qilib qo'yishga chunki joy qolmagan. Chunki shu yerning o'zida ham kattagina o'zi sanuzol joyi bor, ya'ni sanuzol, ya'ni birgalikda ham qilib o'tishgan. Bu yerga keladigan bo'lsak, oshxona qismi, kvartiramizni oshxona qismi ham anchagina katta, misol qulayliklari bor. Xo'sh, o'zini duxkontir kacholga ega va eng asosiysi qaranglar, o'zini kattagina ochiq balkoniga ega. Bitta ko'rsatib o'ting. Mana kattagina to'liq bu yoq daraxtzor, kisloroddan sizlarga umuman bo'lmaydi. Kvartiramizda ma'lumotga keladigan bo'lsak, bir xonali 40 kvadratni tashkil etadi. Xo'sh, 4 qavatli g'ishtli domning 3-qavatida joylashgan. Mana shu kvartiramiz ko'rib turgan kvartirani. Siz mana shu ko'rib turgan kvartirangizni atigi 30.300 dollar evaziga xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina naqd pul asosida yoki barter ham qilsangiz bo'ladi. Barterga kvartira bo'lsa, mashina bo'lsa agar barter qilishar uyni egalari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzili Buxoro shahar Fatxobod chorrahaning orqa tomonida yoki bu yoqda Gorgazda ham kirib kelsangiz ham bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib siz o'z xonadoningizni xarid qilishingiz mumkin.